Endi yoshligim deyarli uyda zerikish bilan o'tgan endi. So'ng atyorka ular ochiqchlari, krishkani ochaman. Bu ham shunaqa. Oila qurgan edim, ha. Oila qurganda endi ozgina kelishmovchiliklar bo'lgandan keyin bo'lmadi. Baxt men uchun avvalo onam borligi, yonimda yurganligi, mana shu qo'limda hunarim borligi. Qaysizlar? Yaxshimisizlar? O'ynayapsizlarmi? Yaxshi. To'polon qilinglar. Siz azizlarga haqiqiy qahramonlikni ko'rsataman. Yonimda Dilmurod aka. Ularning imkoniyati cheklanganligi bois telefonlarni og'zida tuzata oladi. Mushtum ularning xonadoniga mehmonga keldi. Yoshim 43 da. Oilada 6-chiman. O'zi oilada 7 farzandmiz. Men 6-chisiman. Ukam bor, 4 ta opam bor. Akam bor. Maktabga bormaganman. Bormaganmisiz? Yo'q. Ha. Endi yoshligim deyarli uyda zerikish bilan o'tgan endi. U paytda unaqa texnika rivojlanmagan. Televizorda ham birov qo'yib bersa ko'rib, bo'lmasa yo'q. O'zim qo'yib o'chiramasdim. Keyin shu ustalar kelgandan keyin texnikalarga qiziqib, qilib oldingilar bir oladigan televizorlar bo'lgan-ku. O'sha yerda ham o'zim kanalga olmas edim. Mana bir oladigan bo'lar edi. O'shalarni ham kanalga olmas edim. Keyin bitta tayoqni oldimda uchini ayir qilib, o'shaga kiradigan qilib kanalga oladigan yasab oldim bitta. Shu pastdan turib, tishlab, o'sha tayoqni uchidan tishlab turib, o'sha ayirni o'sha quloqqa kirgizib, bir aydigan qilib oldim tishlab. Kanalga oladigan ko'rgan oldim. Keyin shu qiziqib unga qiziqib ketganman texnikaga. Keyin qo'shnimiz radiolari chiqqan birinchi. Olib chiqqan, tuzatib berganman. O'shalar sal menga bergan. Usta deb gapirganiga keyin qiziqib ketib, shu texnikalarga sekin olganman texnikalarni bir. Mayda-chuyda paykalar, shu fenaliklar tekshiradiganlar olganman-da. Asosan hozir televizor, telefon tuzataman. Eng asosiysi. O'zimiz mahalladan, qo'shni qishloqlardan keladi. Xudoga shukr, kuniga bitta, ikkita, uchta telefon kelib turadi. Endi qishloq sharoitida kam kelib turadi lekin. Iloji boricha sifatli qilib tuzatib berishga harakat qilamiz. So'ng atyorka ular ochiqchlari, krishkani ochaman. Bu ham shunaqa. Ochiqchilar. Bu kley. Telefon ekranlarini, krishkalarini kleylaymiz. Bu mana shu platalar atyorka bilan ochsa, tok bo'lsa, kuyishi mumkin, bir-biriga navbat qolishi mumkin. Filosning navbat qolishi mumkin. O'shandan plasmasda ochamiz. Tok o'tkazmasligi uchun. Boshqa yoqqa. Bu cho'tkada tozalayman. Payani kelgandan keyin tozalab o'zimga uchini qishatirib, moslashib o'tirib olganman. Razvoyitel qilganda tozalaganda ko'zga sachrab ketadi-da. O'shanda u xavfli. O'shaning uchun qishatirib o'rganman. Uncha ko'zga sachramaydi. Shuning uchun o'zim ataylab qishatirib to'g'ri olganman. Pinsa. Bitta telefonni qanchada tuzatib bo'lasiz? Bitta telefonni yarim soatlarda tuzatib bo'laman. Daromadim oyiga 1 million, 1,5 million atroflari topaman. Shu daromadim orqasidan hali aytganimday uy-joy qildim.
O'zim misoldan bozorlarga borsam ham o'zim bemalol olib ishlatib, o'zim xohlagan narsamni olib yurib ko'p narsalarga erishdim bu hunar orqasidan. Aka, zo'r oila ham qurganmisiz? Oila qurgan edim, ha. Oila qurgandim, endi ozgina kelishmovchiliklar bo'lgandan keyin bo'lmadi. Uy joyida sharoit yo'q edi. Ayolim ham ikkinchi guruh nogirona edi. Bu ana oldin uyda turar edik. Ukamni uyida turar edim. Unaqa imkon bo'lmagan uy sharoitida. O'zim ham qiynalar edim. Onam yuvinishtirishga qiynalar edi. Boshqa ishlarga. Endi Xudo xolasa o'zim bitirib uy boshladim. Hozir Xudoga shukr tugatib, bitirib chiqdim shu uyga. O'zim onam bilan. Ha, og'zimda tuzataman. Qiyin emasmi shuni gapirib? Yo'q, qiyin emas. Endi o'sha narsaga boshida o'rganganman-da. Hali aytganimday boshida o'sha tayoqni tishlab televizorda kanalga olgandan keyin mana shu narsa og'zimda hamma ish qilsam bo'lar ekan demak deb harakat qilib boshlab ketganman. Yo'q, hozir misoldan telefonlarni atirkani og'zimda boshqarishga ham endi o'rganib ketganman. Atirkani ochib, telefonlarni ochib, kirishkalarini. O'zimda magnitofonim bor edi, kichkina magnitofonim. U paytda bunaqa troniklar, ular qiyin masala edi. O'zim yasaganman o'sha tronikni. Qo'lbola qilib. O'sha radioda tokka o'zim ulayman deb mana qilganimda onam turbaga ho'l material yoyib qo'ygan ekan. Oldimda turgan bo'lgan, men haligan tokka tiqaman, ana katta tok bo'lgan unda. Qo'lim bilan ana tokni ulayman deganimda haliga sochim ho'liga tegib ketgan-da. Shu sochim bilan shu material o'rtasidan o'tib ketgan. Shu eng voqea birinchi bo'lgan. Eng xavflisi. Kuyib qolishlar bo'lgan. Payanlikka shu o'rganganmiz-ku. Baxt men uchun avvalo onam borligi, yonimda yurganligi, mana shu qo'limda hunarim borligi, oilam, misoldan aka-ukalarim, opa-singillarim borligi birinchi baxtlarim. Xudoga shukr, o'zim ana qilsam ham shu uyni bitirib chiqdim, ustaxonalar ana qilib o'zimga ichkarida hamma sharoitlarni qilib oldim. Endi insonga bundan ortiq baxt berilmasa kerak deb o'ylayman. Chunki men shu yurgan, qo'li bor, oyog'i butun insonlar yetadigan darajaga Xudoga shukr, men Alloh mana shunday qo'ygan holatda o'sha narsalarga erishdim. O'shani o'zi men uchun bir baxt. Ko'pchilik aytadi, misoldan boqamandachilik, ota-onasini pensiyasiga, aka-ukasini yordamiga qarab qo'yganlar bo'lsa, misoldan o'zlari harakat qilib, o'zlari mehnat qilib, hozir kun juda qisqa bo'lib qoldi, umr juda qisqa bo'lib qoldi. O'zlari uchun o'zlari harakat qilsa, oilasini oldida qiynalib qolmaydi. O'zlari halol mehnat qilib topib yetgan olganiga yetmaydi. Kichik uy, lekin mehrga to'la oila. Dilmurod akaning onasi uchun katta baxt. Imkonsizlikdan imkon topib, halol mehnati ila ro'zg'or tebratmoqda. Ba'zi to'rtmuchasi sog' insonlardan ustun u. Og'zida texnikalar tuzata olishi esa haqiqiy mo'jiza. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.